muborak Ramazon kirib kelyapti. Muborak bo'lsin Ramazon. Biz ustimizga birodarlar, xayriyat, barakat, mag'firat hamda do'zaxdan ozod bo'lishlik oyi, Ramazon oyi kelyapti. Muborak bo'lsin. Musulmon odam Ramazon sharifni kirishligi bilan juda bir qattiq quvonadi. Chunki bu oyda Alloh taoloning mu'minlarga bo'lgan rahmati, ularga bo'lgan fazli, karami qanchalik katta bo'lishligini biladi. Mana shu narsani his qiladi, albatta xursand bo'ladi. Ramazon kirganda bir insonlar bor, umuman parvoz falak. Demak, ularning qalbida Ramazon yo'q. Allohga bo'lgan muhabbat, Allohga bo'lgan ishtiyoq yo'q, o'shuning uchun xursand bo'lmayapti. Yana kimdir Ramazon kelishini intiqlik bilan kutadi, kelganda quvonadi. Kimdir yuragi siqiladi. Xullas, Ramazonning kirishi siz bilan bizni quvontirayotgan bo'lsa, alhamdulillah. Agar Ramazonning kelishiga siz bilan bizga umuman farqi bo'lmayotgan bo'lsa, istig'for aytaylik birodarlar. Istig'for aytaylik.